Do'stlar, Andijondan bemor kelgan, azospermiya urug' foizlari 0 bo'lgan bemor kelgan. Bemor so'zlariga qaraganda bir necha marta davolangan. Qancha bo'lgan uylanganingizga? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Urug'ingiz 0 bo'lgan. Bu paytgacha davolanganingizda xo'j ozgina bo'lsa ham o'zgarish yaxshi tomonga bo'lgan, bo'lmagan? Yo'q. Bo'lmadi. Rossiyadan davolandim dedingiz. Hech kim sizga operatsiya taklif qilmagan. Yo'q. Sizda hacha gormonlar normada bo'lgan. Tuxum hajmi normada bo'lgan. Biz har doim aytamiz, tuxum bu urug' ishlab chiqaruvchi zavod. Hozir bemorda operatsiya qilindi. Bemor juda ham yaxshi sifatli urug'lar topildi. Sababi bemorda tuxum deydigan bo'lsak, bu yerda millionlagan urug'lar chiqadi, lekin urug' yo'li berkilib qolganligi sababli tashqariga chiqmaydi. Va bunday holatda biz odatda bemorlarga bu urug' yo'lini tiklash mumkin deb aytadigan holatlarimizdan bittasi. Ya'ni bemorga hozir taklif qilinadi, istasa shu olingan